Chempionlar Ligasida navbatdagi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Ajax o'z maydonida Benfica'ni qabul qildi va Benfica 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Va yana bir o'yin bo'lib o'tdi. Marsel o'z uyida Newcastlni qabul qildi va Saudiya Arab klublaridan qaytib kelgan Aubameyang dublga erishdi va jamoasining g'alabasini ta'minladi. Marsel 2-1 hisobida g'alabaga erishdi. Greenwooddan kutgan edik gol va Greenwood gol ura olmadi do'stlar va yana bir markaziy o'yin bo'ldi. Manchester City o'z maydonida Bayer Leverkusenni qabul qildi va o'yin juda shiddatli boshlandi. Katta ustunlik Manchester City'da bo'ldi do'stlar, lekin 2-0 hisobida Bayer Leverkusen Manchester City uyida Ettihadda 3 ochko qo'lga kiritib ketyapti do'stlar. Eng qiziq jihati Abduqodir Husanov asosiyda maydonga tushdi, lekin jamoasi 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Na xursand bo'lishingni bilasan, na xafa bo'lishingni do'stlar. To'g'ri, Manchester City asosiy o'yinchilari siz o'ynadi. Aralash sostavda bo'ldi Manchester City. Donnarumma yo'q edi. Asosiy o'yinchilarga dam berdi Pep Guardiola va shuning hisobiga Manchester City mag'lubiyatga uchradi va o'zining imkoniyatlaridan foydalana olmadi do'stlar. Va bugun ham ajoyib o'yinlar bor. Ikkita markaziy o'yin bor Chempionlar Ligasida. Arsenal o'z maydonida Bavariyani qabul qiladi. Ikkita dahshatli klub. Bugun ajoyib o'yin bo'lishi aniq do'stlar. Ikkinchi markaziy o'yin Atletico Madrid o'z uyida Interni qabul qiladi va bu jamoalardan faqat chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar.